O'zi ham maza qilib uxladim lekin birinchi kelay maza qilib uxlaman lekin qo'llarim yuvib bir magazinga chiqib kelamiz. Ana bet qo'lni yuvib oldim. Kamera yonibdi. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Men bugun sizlar bilan O'zbekona Horror kanalida Omad Qodirman. Bugun Minecraft o'ynaymiz do'stlar va Minecraftda ajoyib video olamiz. Xo'p, bo'lmasam katta bir magazinga chiqib kelamiz do'stlar. Hop, pullarimiz bor xo'p. Cho'ntagimga solganman, bir tashqarilarda aylanib kelamiz. Ha do'stlar, bu meni kattagina hovlim, juda ham katta pulga sotib olganman. Juda ham katta. Bu yerda mana yana bitta mashinam bor, Porsche. Porsche'mi o'zi Nissan ekan, Nissan GTR. Xo'p, ko'chaga bu yoqda do'kon yaqin. Mana nima do'stlar? Ketaylik. Maniakdan salom. Do'stlar, qanaqa maniak? Maniakdan salom. Menimcha kimdir o'yin qilyapti, film bu yoqqa tashlab qo'ya qolamiz. Bizga keragi yo'q, maniakdan salommish. Ketdi bo'lmasam bir ko'chaga chiqib kelaylik. Soat nechi bo'ldi o'zi? Uje 5 dan oshibdi. Nega chiroq yo'qmi deyman bu yerda. Do'konga chiroq o'rnatishmabdi. Salom jitil. Salom. Xo'p. Bizga birinchi kerak bo'ladigan narsa kella olma olamiz. Xo'p. Men kakras suv chaqirgan limonad olamiz. Kelilar, limonaddan yana bo'lsa olardim. Yo'q, limonaddan bitta qolgan ekanman. Kella uni gazirovka ham olamiz. Xo'p, endi bitta muz qaymoq. Xolodilnikka solib qo'yamiz, keyin yeymiz. Xo'p, bizga kerak. Bu yoqda uyda ovqat bor yeyishga. Xo'p. Bo'lmasam, pulini to'laman deysiz. Hop. Jitil, mana shu narsalar qancha bo'ldi? Bitta gazirovka, limonad, bitta olma va bitta muz qaymoq. Sendan 15,000 so'm. Hop, 15,000 so'm. Xo'p, pulimizni bo'lmasam to'g'irlab olamiz. Hop. Bu yoqda budoq turib, monimda qilamiz-da. Xo'p, endi men bu pul jitil sanga ol. Narsalar uchun esa rahmat. Ketdik do'stlar. Xo'p. Salom jitil, ishlaring qanday? Salom Muhammad Qodir, o'zingni ishlaring qanday? Ishlarim yaxshi. Bo'pti, bo'lmasa yaxshi dam olib ko'rishamiz. Xo'p, endi uyga kiramiz. Boyagi joyga, naryoqda ham turibdi lekin nariyoqatim. Bu nima yana? Yana xatmi? Bugun seni o'rmon ichidagi daryo yaqinidagi kulbada kutaman. Agar kelmasang men seni o'ldiraman. Voy. Shu qorong'i tushda do'stlar biz yo'lga chiqamiz. Endi mana tashlab qo'yamiz. Bizga bu keragi yo'q. Kelli maniakka ko'rsatamiz bu xatlarni. Shu kim yozganini bilmayman. Shuni hozir maniakning oldiga borib bilib olamiz. Xo'p. Telefon jirlayapti. Alo. Kim bu eshitaman? Bu xatlarni men yozdim senga. O'rmon ichidagi kulbada seni kutaman. Telefonni o'chirib qo'ydi do'stlar.
bo'lishi mumkin. Mayli, hozir biz uyga kirib, mashinada ketamiz. Uyga kirib, tayyorgarliklarimizni ko'rib, manyak oldiga yo'l olamiz. Xo'p, eshigim ochiq qolgan ekan-ku. Yopib qo'yamiz, biz nariyoqdan kiraylik. Hop. Kiramizda uydagi kerakli narsalarimizni olamiz. Hop, bu joyda adashmasam, hop, bizga qilich kerak bo'ladi. Hop, pul hozir. Menga keragi yo'q. Hop, bu kerak bo'lib qolishi mumkin. Bu ham kerak bo'lib qolishi mumkin, bu ham. Hop, olmani nariyoqqa qo'yamiz, meva narsalarni. Hop, bu sabzi bu yerda nima qilyapsiz? Buni olib qo'yamiz, bo'ldi, bu qolgan narsa turaversin, kerak bo'lmaydi. Hop, buni oshxonaga olib kirib qo'yamiz. Oshxonada bu yerga kelinglar, olma bilan sabzini qo'yib qo'yamiz. Va xolodilnikka hop, toruz joyida suvni olib qo'yamiz bu yerdan. Gazirovka bilan limonad va jilet o'rniga qo'yamiz. Uyda o'zi limonadimiz bor ekan. Xolodilnikka qarab qo'ymabman, mayli. Hop, jiletni xolodilnikka, suvni ham mashqqa. Xolodilnik emas, shkafga. Xo'p, shu narsalarim bor ekan, o'zlab kelib qo'yibman, mayli. Ketdi bo'lmasam. Biz bugun uyimizda ketamiz va ana shu manyak taraf yo'l olamiz. Xo'p, shu mashinamizda sekin ketamiz. Birinchi darvozani ochib olamiz. Ketdi bo'lmasam. Xo'p, mashinani yurgizdim. Xo'p, endi do'stlar, men manyakni oldiga borib kamerani yoqaman. Xo'sh, biz o'rmon ichiga kirgandik. Shu suv chiqdi-da do'stlar, mayli. Kelinglar, mana bunaqa narsalarga sakrab suvni nariyoqqa o'tib ketamiz. Ay. Do'stlar, suvga tushib ketdim. Nariyoqqa yurolmaymiz, yaxshi. Xo'p, endi bu tomonga. Ay. Ay, suvga tushib ketdim. Voy, yana ustim ho'lib ketdi-ya. Kelinglar, qirg'oqqa qaytamiz. Ay. Mayli, qirg'oqdan ketamiz, qani? Qaysi joyda o'tgan suvni yaqinida deydi. Suvga yaqin joyda yana kulba bormikin bu taraflarda. Voy, mana do'stlar. Men kulbani ko'ryapman. Bu joyga men lekin birinchi marta kelishim yana jirlayapti. Alo, kelgan bo'lsa, kechqurun kutaman degandim. Qayerlarga olib ketding? Uzr, kechqurun kunduzi ertalabga yetib keldim o'zi. O'chirdi telefonni. Iloji yo'q, endi shoqqacha kelib oldim. Yog'iga shular bilan yetib olaman. Uni olishim kerak. Gabi suvga tushayotganman endi. Ustularim o'lib ketdi-ya. Naringa yetib borolmayman. Zal uzoqroqqa qo'yganimda yetib borarmidim. Babi suvda yuribsiz-ku, dishlaring mumkin. Yana suvga tushdim. Voy, suvga cho'milib chiqdim, 2-3 martalab. Mayli, to'g'riga ay. Babi tushib ketdim chaq suvdan. Bir chekkaga o'tib olish kerak, mayli. Sekin suvdan yurib olmasa, yog'iga sakrab bo'lmayapti-ya. Uzoqlik qilyapti. Biroz bu yoqqa o'tib ketamiz. Keldi bo'ldi. Xo'p, voy do'stlar. Hozircha unaqa nimaga o'xshamayapti do'stlar. Voy, do'stlar, qon. Voy, qonu do'stlar. Bu yerda kimdir yashaganmi deyman, bu yerda. Ishtimi bo'lmaganmi bu nimaga? Bu yerda pechka va narsa, xullas narsa yetadigan narsa turibdi.
Qo'nni qaranglar do'stlar. Voy, ko'rinma. Chuqur joy, chuqurlik. Ko'ramiz. Ya eshikni yopib qo'yaylik. Ayyo, mayli chiqib ketishdi. Ya akala. Yana qon. Voy, yana qon. Yo'llar qonga to'la. Bu siniq ekan. Bu yoqqa kirgan 100%. Hali ham yonib turibdi mana bu fon. Xo'p, bu tomon tushdik, bir tomonga. Voy! Qon yana. Voy, yuzilla. Voy, yuzilla sizlarga nima bo'ldi? Qayerdan kelyapti? Uy, tobutlar. Skelet ekan, voy. Skelet. Sizlar, men sizlarni qutqaraman. Hozir men sizlarni qutqargani keldim. Hozir sabr qilinglar, yuzilla. Men sizlarni qutqarib olib ketaman bu yerdan. Yuzilla, men sizlarni qutqaraman. Hech kim yo'qmi? Kimni qarab kelay. Voy, kimsan sen? Voy, kimsan sen deyman. Kim bu manyak? Shu yerga chaqirgan manyakman. Qochish kerak do'stlar, tezroq manyak. Manyak kelyapti do'stlar. Qoch, tezroq kovlaymiz. Qochish kerak. Men hozir bu yerdan chiqib ketmay turinglar. Men hozir manyakni o'ldiraman. Yo'q, aka, yaramas manyak. Yaxshi do'stlar, manyak o'ldi. Ketdik, chiqinglar, hamma chiqsin bu yoqqa. Ortimdan yuringlar, hammamiz qishloqqa ketamiz. Kemirdi. Bilasiz. Ketdik, hamma ortimdan qishloqqa qaytamiz. Do'stlar, endi qishloqqa borib kamerani yoqaman. Hamma shu yerdami? Hech kim qolib ketmadimi? Yo'q, hamma shu yoqda. Rahmat senga. Arzimaydi. Endi shu yerda qolinglar yoki manyak o'zi kelganmidi? Ha, manyak kelgandi o'zi. Nima bo'lganini bir boshdan so'zlab beringlarchi. Biz shu yerda o'zi turgan edik gaplashib. Keyin qarasang orqamizda kimdir paydo bo'ldi. Keyin bizni olib ketib qoldi urib. Boshimizga nimadir bilan birinchi urdi. Keyin hushimizdan ketuvdik, bizni olib ketdi shekilli, bilib yog'ini. Boshimizga nimadir bilan urdi. Yog'ini eslay olmaymiz. Ha, mayli bo'lmasa, men uyga ketdim. Endi ehtiyot bo'lib yuringlar. Men ketdim. Voy, mashinam olay, aytganchalik. Xo'p, mashina olamiz. Xo'p, ketdim men bo'lmasam uyga, qochinglar yeysinlar. Xo'p, endi mashinamizni olib kirib qo'yamiz. Xo'p. Voy, urib qo'ydimi? Sal oldiga olsak bo'ladimi? Ya, bo'lar ekan. Xo'p, eshikni yopamiz va biz uyga qaytdik. Do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar do'stlar. Bundan buyog'iga shunaqa qiziq kontentlar chiqaveradi.